Qarshi tumanidagi Qo'shton kafe xotin-qizlar faoli Dilara Luqmonova bo'laman. Bizni mahallamizda 6159 ta fuqarolarimiz bor. Shulardan 1400 ta xonadon oila sonimiz bor. Shulardan bizda hozir ayollar daftariga 207 ta xotin-qizlarimiz kiritilgan. Shularning 117 tasi ishsiz xotin-qizlarimiz. Bularni 50 nafarini kasb hunarlarga o'qitirdik. 20 nafarini tadbirkorlik bo'yicha o'qitirdik. 20 nafarini ko'chatchilik bo'yicha o'qitdik. Hozir gilamchilik, milliy qadriyatlarimizni rivojlantirish bo'yicha yana gilamchilik yo'nalishlarini ham rivojlantirdik. Bizni mahallamizda mana hozir kasanachilarni ko'rib turibmiz. Bizni 30 dan ortiq ayollarimiz kasanachilik bilan shug'ullanadi. Ular o'ziga tegishli mana tut plantatsiyalariga tegishli har bir qatorga bittadan kasanachi berkitilgan, ham tutiga qaraydi, parvarish qiladi, yo'q joyiga ekadi, keyin mana shu pilla qutlarni boqib yetishtiradi. Mana bultur ham juda ham yaxshi natija berdi bizda mahalla. Bu yil ham nasib bo'lsa yaxshi rejalar kutyapmiz. Buni nasib bo'lsa mana hozir 4-uyqudan turgandan keyin bir hafta barig yeganidan keyin 1 oy davomida biz pilla qurtini yetishtirib beramiz. Nasib bo'lsa 100% planlar bajaramizda yuzimiz yorug' bo'ladi degan niyatimiz bor. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanining Qo'shton fuqarolar yig'inida yashayman. Nurmurodova Kumush Qayumna. Mana hozir shu kasanachi bo'lib ishlayman. Hozir mana 1 gektar yerimga 3,5 karabga pilla boqyapman. Ham fermerligimiz Sherzod Kumushxon fermer xo'jaligida fermerimizda pillasini boqyapman. Hamda mana shu plantatsiyamizdagi birgalikda odam ishchilarimiz, kasanachilarimiz bilan bir jam bo'lib mana shu yerda pillani yetishtiryapmiz. U mana shu kasanachilarimiz bilan birgalikda mana shu yerda 7-8 karabga pilla bog'layapti. Hayotimizda 15 yillardan beri mana shu pilla bilan shug'ullanamiz. Shug'ullanib mana shu elimizga mana shu bog'ib kelyapmiz. Yillik daromadimiz 5 milliondan 7 milliongacha bo'lyapti. Ishqilib yaxshi. Uy qilyapmiz, qizlarni o'qityapmiz, kelin oldik. Xudoga shukr, mana shuni daromadidan katta foyda ko'rib, bolalarni o'qimishli kelinlarni olib, to'y tomoshalar qilib yuribmiz. Mana shu pillalarimizni bundan keyin ham bog'ishga harakat qilamiz. Nasib bo'lsa, bundan keyin kelinlar bilan, nevaralar bilan bog'ish bizga vazifamizdir. Nasib bo'lsa, ularga mana shunday o'rgatishni tavsiya qilaman. Mana shu pillalarimiz hozir mana bu 4-uyquda hozir. Nasib bo'lsa, mana 10 kun 15 kundan keyin planlarni bajarib, yuzimizni oydin qilib, elimiz oldida xizmat qilishga tayyormiz.